Haqiqiy o'zbekona mahallalardan bittasiga kelganmiz. Aka, bu ko'chamizda ipakchilikni birinchi ko'chasi bo'ladi. Mana bundan shundoq istirohatga chiqib keturishimiz, bu yoq tarafdan bo'lsa ipakchilik pajarkaga chiqib keturishimizda bugun sizni uy qurishingiz uchun 575 sotiq fasadimizning razmeriga keladigan bo'lsak 17 metr. Mana bu xonadonimizga o'xshatib turib bitta chiroyli proyekt churorsi bo'ladigan xonadonni ko'rsataman. Uy qurish uchun Shayxontohur tumanidan uy qidirgan mijozlarimiz bo'lsa, bu joyimizni bitta ko'ringlar. Narxini ham albatta videoni oxirida aytib o'taman. Oldi tarafda ko'rayotganingizdek, mana shunaqa yashil maydon qilib qo'yish uchun sharoitlarimizni qoldirib ketilgan. Bu bo'lsa hovlimizga kiraverishimiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirib keldik. Endi bu yerda o'zini eski binosi bor. Bir qavatli bino, bu yerda bitta garajimiz bor, cho'pli garaj va oldi tarafida ham ko'rayotganingizdek mana shunaqa G-obrazniy bo'lib binoyimiz tushgan. Lekin aniq bu hovlini olganingizdan keyin siz buzib tashlaysiz, bu yoqqa bitta chiroyli proyekt churasiz. Ipakchilik bir yoq tarafimiz, bir yoq tarafimizni istirohatdan kirib kelaverishimiz, lokatsiya juda zo'r. Do'ka qilibdan o'tganimizdan keyin moykadan kirganda ipakchilik xullas birinchi ko'chasi deyilar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, akam aytayotdilarki, qo'ni-qo'shnilar xuddi shunaqa 60 ming, 65 ming so'rab turishibdi. Biza bo'lsa, Murod dedilar, 55 ming qo'yinglar, yana ozgina o'tib beradigan qilib qo'yib bergan dedilar. Men aytdim, bo'ldi, xo'p bo'ladi, aka dedim. 55 ming siz aytgan narx, lekin kelishadi, tepasida yana ozgina o'tib berasiz deb aytdim. Keling shunchon aka, ko'ring, razmerlarini o'lchatib ko'ring, mahallani, qo'ni-qo'shnilarni bitta ko'ring, tepasida yana ozgina gaplashiladi.